videosi bilan turibdi. Nima adres bu? Assalomu alaykum, bu Islomik xizmatchisiman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni qutqaring. Mana bu odam meni haqorat qilib, mashinasiga o'tirg'izib olib borib tashamayapti. 7,5 ming pulimni shilib oldi. Yandex zakaz qiluvdim. Hop, qaysi yo'lda turibsiz? Men Yangibozor, yuqori chiqman Yangibozor markaziy kasalxonasida Gulmatova Dilfuzamanman. Hop, tushib qoling o'sha. Yo'q, men qarab tushib qoldim, mashinasini quplab qo'ygan-ku bu. Yandex zakaz qiluvdim. Uyimga borish o'rniga ожидание qilib 7,5 ming plastikdan shirib qoldim. Ayol kishiman men. Siz kuttirdingizmi, kechikdingizmi chaqirib? Yo'q, kechganim yo'q. Joyda o'tirib, mashinasiga chiqqan joyimda olib borib tashamay, gap otib tegajoyli qilib, qizimni oldida yana har xil gaplarni gapirib qo'yapti menga. Qutqaringlar, iltimos sizlardan. Hop, o'sha yerda turib tursangiz qoldim. Men mashinasida o'tiribman. Siz kelinglar menga yordam qilinglar. Opa, Banisada og'ir ahvolda bo'lgancha Yandex zakaz qiluvdim. Ataylabdan tashqarida turib, 7,5 mingga ожидание qilib, nega unaqa qilyapsiz? Olib borib tashlang desa, har xil gapni gapirib, mendan pul ishlash maqsadini qilyapti. Men 20 million kredit olganman dorim uchun. Ba'zan bo'lmagani uchun yosh bolam uyda bo'lgancha Yandex zakaz qiluvdim men. Bu yosh bola qanaqadir bir erkak kishi menga tegajoylik qilish uchun emas. alo. Mana gapiring, siz gapirib bo'ldingiz. Va qarang, postavka qilyapti. Qanaqadir kameralar tepamda ko'tarib turibdi. Qora ma'lumot berasizmi menga? Ma'lumot beraman men. Ma'lumot beraman men. Ma'lumot beraman men. Adres tushuntiring. Ma'lumotni beraman men. Adres tushuntiring, xo'p. Ma'lumotni beraman men. Sizning adresi ko'rinadi. Ism familiyangizni ayting. Gulmatova Dilfuza Tursumatovna. Nurmatova deysizmi? Gulmatova. Nigmatova? Gulmatova. Gulmatova kim? Unga qilmang, mana yozyapsiz siz mana endi. Bunga gapiravering. Alo, assalomu alaykum. Arizamni tez qabul qilib oling. Men bitta Yandex chaqirsam tegajoylik qilib, menga har xil gaplar gapirib, mashinasini haydamay, mashinasini ichidan qulab olib, qizim ikkalamizga tegajoylik O'zim sizga qilyapti. telefon qildim. Ha? Qaysi tuman? Yuqori chiqdi mana. Ko'cha Qarang, hozir mana shu ketayotgan Tuman markaziy kasalxonasining oldiga mazam bo'lmaganligi uchun zakaz qiluvdim Yandexni. Yo'q. qoldiraman siz. Yo'q. Ha, mashinasining ichida xufro holatda turibmiz biz. Xodim jo'natish kerak menga bo'tga hozir. Men yosh bolam uyda kutib turibdi bo'tda. Men bu yuqori chiqdim mana Yangibozor. Ha, tez jo'natingiz iltimos. 10 minutdan beri mashinasidan chiqa olmay turibman men. 10 minutda uyda bo'lishim kerak edi. Qari zapravka borda bu yerda faqat Gudoyl degan bo'ldi. Ha, taksi haydovchisi Yandex zakaz qiluvdim. Yandexda kelgan shaxs menga mana shunaqa qilyapti. Yana plastigimdagi ajdariga